Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilamiz. Birinchi o'tgan haftada bir nechta paralarda analiz qilingandi. Shularni ko'rib chiqamiz. Ishlab berdimi, yo'qmi? Shuni bir ko'rib chiqamiz. Birinchi USD ga qarasak, o'tgan hafta belgilab olingandi. Mana bu zonada order blok mavjud. Keyin 15 daqiqalikda ham mana bu yerda order blok belgilab olingan. Mana bu zonada order blok belgilab olingan. Analiz qilingandiki narx keyingi haftada tushib shu ikkita zonadan reaksiya olib dalshi tepaga ketish kerak edi. Aytilgandek analizimiz ishlab berdi. Narx shu zonalardan reaksiya olib ancha aytilgan nuqtalargacha ishlab berdi. Keyingisi endi keyingi haftaga bunga qarashni ham shu bildirib o'tsak shu joyda. Mana shu zonani 4 soatlikda olsak, o'zi range holat qilib kuchli zona hosil qilgan. Bu zonada narx ko'proq qaytadi. Shunga keyingi haftaga bu zonadan yana yuqoriga harakatlanishni kutamiz tepaga. Endi bu yerda 1 soatlikdan qarab olsak, dushanbaga qaraymiz. Narx kuchli impuls bilan pastga tushsa, mana bu zonalardan reaksiya oladi. Yoki shu zonaning o'zidan ham reaksiya olishi mumkin. Bunga endi dushanba kuni bozor ochilishiga qarab savdo qilsak bo'ladi. Keyingi paramiz GBP USD bo'ladi. O'tgan hafta aytilgandi, mana bu zonada kuchli zona range holat iceberg hosil bo'lgan. Mana bu zonaning o'zida ham chiroyli normalroq hosil bo'lgan. Biz aytilgandiki narx biroz pastga tushib, aytilgandek pastga tushmagan bo'lsa ham shu biroz pastga tushib, keyin dalshi tepaga ko'tarilishi kerak edi. Narx yetarlicha tushmagan bo'lsa ham shu aytilgandek yuqoriga harakatlandi. Biz aytgan nuqtagacha bo'lmasa ham kuchli impuls ko'rsatib norm tepaga ko'tarib berdi. Bunga ham analizimiz yaxshi ishlab berdi. Endi keyingi haftaga qarasak, katta time frame ga olsak, ko'p ehtimol bilan bu trend o'zgartirib bo'lgan. Shunga ko'proq ideyalarni buyga qaratamiz. Mana bu zonada zo'r ishlab bergan. O'z ko'ramiz. Mana bu zonada industrial qolib ketgandi. Narx industrialni yechgandan keyin discount zonada o'tgan payt bu nimani ishlatsak bo'ladi. Narx discount zonada bo'lgan payti kirdi discount. Endi savdolarni ochish uchun birinchi industrialni yechish kerak. Bu yerdagi nuqtalardan keyin kirib olamiz. Mana bu zonada FIBA ga qolib ketgan. Keyin ana shu FIBA dan kirib stop ham bu zonada kamaydi. Risklar kamaygan paytda ishlab olsak bo'ladi. 1 ga 3 bu minimum pastiga qo'yamiz. Biroz spreadni hisobga olgan holda keyin 1 ga 3 ishlab olsak, 1 ga 3 zo'r ishlab bergan shu joyda. Keyingi haftaga ham ko'proq shu buyga harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu zonada order flow qolib ketgan. Endi dushanbaga qaraymiz. Narx order flow zonasiga kirgandan keyin
order flow nisbatan kattaroq olib ketgan, risklar ko'payadi. Shunga 0.5 dan yoki industrial yechishini ko'yib eng yaqin minimumdan stoplarni qo'ysak bo'ladi. Mana bu holatda 15 minutlikka o'tsak, mana bu zonada ham kirish nuqtasi qoldirib ketgan ekan. Mana shu zonadan ham kirsak bo'ladi. Narx shu zonada kelgan paytda dальше tepaga ketishi mumkin. Bu GBP USD ga keyingi hafta uchun shu. Keyingisi Euro USD. Bunga o'tgan hafta 4 soatlikka o'tsak, mana bu zonalardagi order bloklardan reaksiya olgan edi o'tgan hafta aytilgandek. Keyinchalik biroz bo'lsa ham ishlab berdi. Demak, aytilgandek yuqoriga bergandi. Keyingi haftada aytilgandek shu zonadan reaksiya olib tepaga ketish kerak degandi. Narx tepaga ketdi. Mana bu zonadagi order blokdan ishlab bergan ekan. Bularni belgilamagandik-ku, shu zonadan o'tgan 2 hafta oldingi harakatni davom ettiradi deb aytilgandi. Shunga qaradik. Demak, order blokdan reaksiya olib dальше uchibdi. Hali bunga ham bayga qiziqyapman. Demak, mana shu zonaning o'zi ham kirish uchun norm nuqta. Mana bu yerda order flow mavjud. Bu ham GBP USD bilan Euro USD o'zi deyarli bir xil yuradi. Ba'zi bir nuqtalariga nima qilmasa agar deyarli bir narsa shu zonaga kirib shunday narsani ko'rishimiz mumkin keyingi haftada. Bu Euro USD ga keyingi haftaga shu, keyingi pari tillada undan bir hafta oldin, ya'ni 2 hafta oldin mana bu zonadan dальше tushadi deyilgandi. Narx aytilgandek o'qib bermagandan keyin yana bu zonada order blok qolib ketgan, shu zonalardan reaksiya olib dальше pastga tushadi deyilgandi. Aytilgandek narx shu order blok zonasidan dальше o'qib berdi. Endi keyingi haftaga qaraymiz. Narx bozor ochilish payti mana bu kuchli zonani buzib o'tsa, o'z likvidlarni terdi. Bu yerda juda ko'p likvidlar qolgandi, narx likvidlarni terdi. Agar narx buzib o'tsa kuchli reaksiya bilan, impuls bilan dальше tepaga ketish kerak menimcha. Lekin hozircha trend bo'yicha ishlash ma'qul. Shunga 15 daqiqalikda olsak, narx bir tepaga yurgan paytda mana shu zonada biroz kuchli zona ekan, range holatda bo'lgan. Shu zonaga narx qaytgan payti selga pozitsiya ko'rsak bo'ladi. Mana bu zonalarda FVG lar qolib ketgan. Narx shu FVG larni to'ldirish uchun yetib kelishi kerak. Pastda tepadagi likvidlarni yig'di. Bozor o'zi likvid yig'ib yuradi. Tepadagi likvidlarni oldi, demak pastda ham likvidlar qoldi. Mana shuncha likvidlar qolgan. Bularni terish uchun kelish kerak. Mana shu yerda likvidlar qolgan. Bozor keladi baribir qachon bo'lsa ham bularni terishga. Hozir shu zonadan reaksiya olib pastga ketish kerak. Bunga short over qilib olsak, mana bu nuqtadan kirsak, stop loss maksimumdan biroz teparoqda 1.3 minimum ishlab olsak, hozircha bunga shu qarashim. Keyingi pari Bitcoin USD vaqtimiz yetmasa kerak. Kanal vaqtimiz yetsa agar shu yerda aytib o'taman, unda keyingi haftaga qoladi. Keyingi Telegram kanal linkini qoldiraman. Telegram kanaldan ko'rib olsak bo'ladi. O'tgan hafta mana shu zonada order bloklar bor. Shu zonadan qaytib dальше pastga tushish kerak aytilgandi. Biroz stopimizni to'g'ri joyda joylashgani uchun mana bu maksimum tepasiga qo'yilgan